Mana yama hosil bo'lyapti hozir. Shartlanmasa onu sınık kış bu. Ko'rdingizmi? Ana mana degancha yama hosil bo'ldi. Endi chigitlarni olib chiqib ora ochilsin. Ana, tort, ayamasdan tort. Tagi tekis bo'lsin. Bemalol tursin. Ichida salapan bemalol tursin. Salapan uni ichida bemalol tursin. Ha, shuni ichida bemalol tursin. Bemalol turadigan qilib qo'yinglar-da. Ana shunday. Ana shunday bemalol tursin. Ichkarisida ham. Bol çigitler alt. U keyin bo'lar yo. Ha, bosir qo'yibsanmi? Mana unda nima qilib qo'y, oyoqlarni chalkashmasligi uchun salapanni. Ya bunu qaytar beramiz. Mayli, hozircha shunday qilib qo'y, bo'ldi. Hozircha. Voy, barakat. Olib chiqinglar. Avval bir to'dalab olasizlarmi bu yerga olib chiqib? Mana chigitni olib kelyapti. Qoplarni avoylabgina yirtmasdangina olsak, ertaga bitta narsaga ishlatamiz. Hammasi одноразовый degan bilan, lekin kerakli narsada sabr qog'ir. Mana jigitlar. Mana shu yerga qoplarni olib olish kerak. Toshmirlar endi internetni portlatadi endi. Pang! Bomba! Sizlerden boşkan çıkarmayan koyusu gözü. Trend tamam biz. Trendga chiqib Ha, birinchi o'zimizda Toshmirjon. ya ko'rsa internetni portlatyapsizlar deb qo'ya. Nima emasda. Odamlar televizorga chiqaman deb qancha harakat qilib, xarajat qilib jota. Ana boshlab berdi. Bismillah deb boshlab berdi mulla bo. Ha, hamma ishimiz xayrli bo'lsin. Baraka bersin. Kechikkanimiz yo'q. To'g'ri, kundan yutqizdik, lekin kechikkanimiz yo'q. Tezlashtiryapmiz. To'g'rimi Toshmirjon? Ha, dur bular. Zurib ketadi. 2 marta ishlovni qotib beramiz.